Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıragacı rozu. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağı 2024 yıl 1. ayının 14. günü. Heptigi yekşembe demtok bu. Heptigi yekşembe düşembe. Geçirinler vatandaşlar. Bu üç öpüktü. İnsan başında para kendi olur. Yekşembe 14. 1. ayının 14. günü yekşembe vatandaşı. Bugün sizlerge söz eydiği leksiyelerimizde avvalki vaziyet bir iki cümle eytaylı hazır. Tayvan'da hazır toxtamay torbette faaliyet kılavatkan ve yakuzyan stansda faaliyet kılavatkan çemişi hanımla televiziyası TVBS hazırlaşında gösterdi ki Jungo Kompartiyası Şarkı Jungo rayını her bir rayını teyarlık basıkça kirdi bir cümle söz. Sebep bazı Tayvan'da saylam ötküzüldü. Tayvan Demokratiya Terakkat Partisi'nin muavin prezidenti nöbette arlattaki muavin prezidenti bu da saylam arkalık resmi prezident bu. Sayılınıp çıktı vatandaş. Şunun olan Tayvan'da hazır Demokratiya Terakkat Partisi 13 kişi hakimiyet beşeri turgan buludu. Bu bir fevkullade ahval. Hesapta fevkullade ahval. Çünkü üçün etkandı bu katımkı saylamga karıştırış ve saylamga karıştırış degende Tayvan'da Demokratiya Terakkat Partisi'nin saylam duftevelişi ve yeki prezident bab saylanışıga karıştırış için hazır. Suşavxanın torbitideki haberle qaraganda xejlengen pul 300 milyard yuan. 300 milyard yuan. Şu saylamga karşı yani Demokratiya Terakkat Partisi'nin sayılınışı karşı xejlengen pulunun sani. Bu şunçola pul demek bugün günde Tayvan cemiyeti kar kılmadı. Yani lerkillik yani demokratiya muş mevkada turvatkan Tayvan halkı yaki hazırca aytkanda prezident Lai Ching-te'nin Tayvan dünyayı yüzlenedi. Jungo'yu yüzlenmeydi degen prensip boyunca aytkanda Tayvan halkının demokratik cemiyette pişevitilgenligini erkin cemiyette erkin muhit içinde erkinlikten nimelikkenligini düşengenligi ve erkinlikten kadırgı yetkenligini tünügenki Hong Kong Şangay'nın ahvalını görüp keyinki Tayvan'ın takdirinin nem boladıganligini tunup yetken Tayvan halkı galba kıldı saylamda. Muavin prezident bugünkü hakimiyet beşideki partiyanın muavin prezidenti Lai Ching-te'ni bu katım 1. ayının 13. günü resmi prezident kılıp saylap çıktı vatandaş. Bu doğru arlasılar degenim nemiş kıbında kızıkıdı dünya nemiş kıbında kızıkıdı bu saylamga. Dep şuna degen edi vatandaş degenim de kazırgıça hem saylam den kim bununla dünya bütün dünya ihbadı bildirdi. Bütün dünya degen de asaslığı Büyük Britanya ihbadı bildi Taşkı İşler Veziri Cameron Efendi. Hem Büyük Britanya'nın matbuatları ihbadı bildirdi. Rusya Taşkı İşler Ministerliği ihbadı bildirdi vatandaşım. En evvela da Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşleri Katibi Antony Blinken bayanat arkalı ihbadı bildirdi. Nancy Pelosi hanım ihbadı bildirdi. Rağbet dedi Nancy Pelosi hanım Tayvan'ın bu katımkı demokratik sayılımı bütün dünya için rağbet dedi. Bütün dünya için ilham dedi. Nancy Pelosi hanım şundak dedi vatandaş. Hazır bu saylamga doğru da. Bu saylam doğrusu buluvatkan gep sözler intayin köp, şundakla buluvatkan gep sözler çunqurluşu batıda. Bazılar aytır Tayvan'da hiç kim galba kılmadı deydi.
Masalan, prezident Ley Chengde nahayta az bir qism g'alba qilib prezident bo'lib saylandi dedi. 40% degan amaliyotda shunday. Hech bo'lmaganda bu saylam desan 50%dan ortiq bilet ovoz ola olsang, buni haqiqiy ma'noda taloq to'yingan saylam deyishga bo'ladi. Lekin shunday bo'lsin, bu yerga bir ortiqchilik 3 partiyaning nomzodi Tayvanda o'zini ko'rsatdi. 3 xil siyosat o'tirg'i chiqdi. Mana bu eng büyük ortiqchilik. Shunday o'ngishli o'tdi saylam. Shunday bexaraman o'tdi saylam. Bu o'lga balki Amerikada tepilishi mumkin saylam davrida. Boshqa davlatlarda bunday saylamdan bunday o'ngishli qilib berilishini toza uchratqili bo'lmaydi. G'ajg'ujda bo'lib turdi boshqa davlatlarda, lekin Tayvanda bu saylam ajoyib chiroyli o'tdi deganda 3 partiya o'zining ko'z qarashini oshkorladi. Shuningdek siz Tayvan jamiyatining yuzlanishi va to'liq tayyorligi va pishib bitilgan bir jamiyat ekanligini mushqatimqa saylamda ko'rib oldingiz vatandoshlar. Masalan, Tayvanda Chenshibya 2-chi qatim saylamga tushadigan vaqtda 2004-yildagi saylamda, 3-oydagi saylamda 2004-yildagi saylamda 2-chi qatimda saylamda bu yerda o'q ovozi chiqdi vatandosh. O'q ovozi xotirjam emas edi u vaqtda Tayvan deyli. Endi hozir bu saylam shundaq erkin, shundaq demokratik o'ngishli kayfiyat ichida o'tdi. Endi bu yerda bir gap, hozir Jungo Kompartiyasining pozitsiyasi bek qo'pol. Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyasi intayin aniq. Masalan, prezident Joe Biden mustaqil degan gapni men qo'llamayman dedi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat sekretari Antony Blinken birinchi vaqtda ifoda bildirib, Amerikaning bir jungo siyosati o'zgarmaydi. Ishbarcha axborot va 6 turli kapolatni davomlashtiramiz. Tayvan bo'zining muqimligi va tinchligini qo'g'daymiz va shuning uchun kurash qilamiz. Masalan, Tayvandagi saylanuvchilar bilan birlikda. Shunda chiroyli ifoda bildirdi vatandosh, biroq Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonoti qarasangiz bu yerdan nima deymiz, yo'q yerdan tuk undirgandek. Shundaq qo'pol. Shuna qo'pol ifoda bildirdi. Bu toza yaxshi pozitsiya emas vatandoshim. Bir davlat bilan davlat o'tirishki munosabatlarda yoki hozirgi dunyoning tinchligi va muqimligida bunday ifoda bildirish toza yaxshi bo'lmaydigan ish vatandosh. Yani bir davlat cho'ng, bir davlat o'zini tutib olishi kerak. Masalan, prezident Joe Biden men mustaqilchilarni qo'llamayman deganda intayin nozuk. Xalqaro vaziyat, Asiya Tinch okeanida Tinch okeanining vaziyati, Tayvan bo'g'ozining vaziyati va boshqa hozir taraf-tarafdagi vaziyatlarni hammani qo'shib, Jungo Tayvan munosabati va Jungo Amerika munosabati va Amerika Tayvan munosabati mushu munosabatlar doirasida intayin sezgurlik bilan ifoda bildirdi vatandosh. Biz Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz, mustaqil bo'lishni qo'llamaymiz dedi. Nəhayət aşkar aldı şundaq deb, intayin sezgör vaqtda sezgör ifoda bildirdi. Biroq hozir Jungo Tashqi ishlar ministrligining pozitsiyasi hozirgi zaman qabul qilinmaydigan pozitsiya bo'lib qoldi vatandoshim. Hozir tövəndə sizlarga shu to'g'rida leksiyalarni so'zlaymiz. Mesela alaylı Jungo chekatgidek sakrashga boshildi. Ley Chengde Tayvanda prezident bo'lib saylandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam palata boshliq qarorini e'lon qildi. Mavzuli xabar 1-oyning 13-kuni Buyuk Erator bitiri e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Dünya diqqat qilayotgan Tayvandagi saylam oxirlashdi. Demokratiya taraqqiyot partiyasining nomzodi Ley Chengde prezident bo'lib saylanib g'alaba qildi.
Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi arka-arkadan tabrikledi. Avam Palata Başkanı Mike Johnson munda ko'rsatdi. 5-oyda vazifaga o'ltirdigan paytda Prezident Ley Ching-deni tabriklab Tayvanga Davlat Majlisining vakillar umiga navbatimiz. Bu hem de münasebet dairesi de. Amerika ile Tayvan otururken münasebet dairesi. Bulapmışsınız biz görüp ettikmiş 4 yıl içinde. Prezident Tsai Ing-wen bile Amerika otururken münasebet dairesi ve münasebetli işlerinin hemmisi görüp ettik. Şunun devamı. Yani yeniden bir sayılınıptı, yeniden bir prezident oldu Ley Ching-de. Onun aldığı yoklap beriş, onun salam saat bilen kelip gitiş, bu diplomatiya, ya Tayvan bilen Amerika oturuşta diplomatik münasebet yok. Bırak gayri münasebetler dairesi bir diplomatlar şuna kılıp koyduğun iş buluduğu vatandaş. Manazir Mike Johnson Avam Palata başlığı biz Tayvan'a vakiller ümmüge nöbetimiz Ley Ching-de vazifege o'ltirdiği vaqtda dedi. Mike Johnson tamamlaştırıp yandım dedi. Amerika Tayvan'da prezident bab saylangan Prezident Ley Ching-de bilen hamkorlashishni arzu qilamiz. Masalan, Prezident Tsai Ing-wen ve Amerika ikki davlat o'rtasida, davlatga nima ishlatdimi? İki devlet o'rtasida, kechiringlar, devlet o'rtasida turg'izilgan mustahkam hamkorlik munosabati asosida biz Tayvan Amerika munosabatini davomlashtiramiz. Tayvan Amerika munosabatini davomlashtiramiz. Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Rich McMark iki sahnesida fikir qoldirib bunda ko'rsatdi. Do'stimiz Junhua Tayvan'da saylam g'albilik bo'ldi. Prezident Ley Ching-de prezident bo'lib saylandi. Tabriklaymiz. Avam Palata a'zosi Don Bakon. Avam Palata a'zosi Don Bakon munda ko'rsatdi. Prezident bo'lib saylangan Ley Ching-deni va Tayvan xalqini tabriklaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida bo'layotgan ishlar juma. Tayvanda saylam o'tkazilishdan bir kun burun ma'naga diqqat qilganda Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatasi Tayvanni kamsitmaslik qonun loyihasi va Tayvanni qo'llash qonun loyihasi e'lon qildi. Saylamga bir kun qolganda Avam Palata Tayvanni kamsitmaslik qonun loyihasi va Tayvanni qo'llash qonun loyihasi e'lon qildi. 12 kuni deyli, 13 kuni shanba saylam bo'ldi, juma kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Avam Palatasi ikki parcha qonun loyihasini ma'qulladi. Masalan, buning ichida Tayvanni qo'llash, ya'ni kamsitmaslik kechiringlar. Qonun loyihasida mundaq deyildi. Amerikaning Tayvanni xalqaro pul fondi IMFga taklif qilishini va qatnashtirishini murojaat qilamiz. Amerika deganda Amerika hukumatining Tayvanni xalqaro pul fondi jamiyatiga taklif qilishini va qatnashtirishini talab qilamiz. Bu qonun loyihasini Cumhuriyetchilar partiyasining mansubi Avam Palata a'zosi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Yang Kep. Bu kishi Uyg'urlarning kishilik huquqlariga ko'ngil bo'lib kelayotgan bir arbob vatandosh. Ondan Tayvan markaziy agentligining xabariga qaragan Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi buni Avam Palata a'zosi Frank Lucas o'tirib qo'ydi. Qonun loyihasida bunday ko'rsatildi. Diqqat! Agar Tayvan xalqining bexatarligi, jamiyat va iqtisodiy tuzumi Jungo Kompartiyasining harakatlari orqali tahdidga uchraydigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungo Kompartiyasining 20 davlat guruhi ichidagi vakillik o'rnini amaldan qoldirish lozim. Son tahdid emas, sen tahdid selayotsan, sening tahdidingga qarshi beradigan javobimiz shu. Sen Tayvanga harbiy tahdid selayotsan, elqi diplomatiya siyosatlariga tahdid dedim boshqa bevosita harbiy tahdid selayotsan.
Muşunda ahval asıdı biz dedik ki bula Tayvan'ı qoqdaş qanun layihasida Frank Lucas oturup koyğunu dedi ki eğer sen buna tehdit seleverdiğin bolsaq biz Amerika Qo'shma Shtatlar hökumətinin Tayvan'ni emas balki 20 davlatga qatnash salohiyatiga va 20 davlat guruhiga vakil evatish salohiyatiga qarshi holda biz Jungo'ning 20 davlat guruhidagi vakillik o'rnini amaldan qaldırışımız gerek. Bu saylamның oldu keynide Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Meclisi'nin Tayvan'daki saylam doğrusunda yukarıdaki ifade bildirişe vatandaşım. Devamını anlaşacağız.